Mana do'stlar, bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan navbatdagi jarrohlik amaliyotidan keyingi holat. Bemorimiz Qozog'iston Respublikasidan tashrif buyurgandi. Kelgandagi shikoyatlari nafas olish qiyinligiga, bosh og'rishiga, uxlaganda og'izni ochib uxlashiga, eshitish pastligiga shikoyat qilib kelgan. Endoskopik yo'l bilan tekshirib ko'rganimizda burun halqum yo'lida kattalashgan 3-darajali adenoid to'qimasi aniqlandi. Shu bilan birgalikda pastki burun chig'anoqlari kattalashganligini aniqladik. Bemorni qulog'ida tashqi eshituv yo'li orqali tekshirib ko'rganimizda parda orqasida, nog'ora parda orqasida suyuqlik eksudat aniqlandi. Bemorimizda bir vaqt o'zida 3 jarrohlik amaliyot bajardik. Adenotomiya, vazotomiya va 2 tomonlama nog'ora bo'shlig'i shuntlash amaliyoti. Sizlar bilan bemorning operatsiyadan keyingi holatini ko'ramiz. Bemorning mana burunni o'ng katagi, to'g'rida mana ko'rib turibsizlar. Burunni o'ng katagi, to'g'rida ko'rib turibsizlar. Tomoq ko'rinib turibdi. Nafas olishi, xudo xolasa yaxshi bo'lishi kerak. Mana chig'anoqlar qisqargan, adenoid to'qimasi yo'q mana. Adenoid to'qimani olib tashlaganmiz. Xudo xolasa qayta o'smaydi. Tashqi eshituv yo'lini ko'radigan bo'lsak, biz konsistensiyasi quyuq bo'lgan eksudat aniqlandi. Biz bemorga shunt qo'yib qo'yganmiz. Bu shunt 3 oydan 6 oygacha turadi. Bemor o'zidan sekin tashqariga chiqib ketadi.